Endi tejash uchun svet va gazni o'chirib qo'yish davri tugadi. Prezident farmoniga ko'ra mamlakatda energiya samaradorligini oshirish mutlaqo yangi bosqichga chiqmoqda. Endilikda energiyani tejash oddiy cheklovlar yoki uzilishlar orqali emas, balki zamonaviy texnologiyalar va tizimli yondashuv asosida amalga oshiriladi. Yangi tartibga ko'ra maxsus kompaniyalar energiya tejash loyihalarini ishlab chiqadi va joriy qiladi. Eng muhim jihati, bu loyihalar orqali erishilgan tejamkorlik uchun davlat tomonidan kafolatlangan to'lovlar amalga oshiriladi. Bu esa investorlar va biznes uchun katta imkoniyat va rag'bat yaratadi. Joriy yildan boshlab ortiqcha energiya sarflayotgan korxonalar, tashkilotlar va yirik obyektlar to'liq tahlil qilinadi. Ular bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinib, energiya tejovchi uskunalar, yangi texnologiyalar va samarali tizimlar bilan jihozlanadi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki umumiy energiya tizimiga tushadigan yukni ham yengillashtiradi. Shuningdek, 1-oktyabrgacha butun tizimda katta o'zgarish kutilmoqda. Big data va sun'iy intellekt asosida energiya iste'moli doimiy nazoratga olinadi. Ya'ni har bir obyekt, har bir tarmoq kesimida qancha energiya ishlatilayotgani real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu orqali ortiqcha sarf, yo'qotishlar va samarasiz ishlash holatlari tezda aniqlanadi va bartaraf etiladi. Endi asosiy maqsad o'chirish emas, balki aqlli boshqaruv, aniq nazorat va maksimal samaradorlik. Xo'sh, sizningcha bu tizim haqiqatan ham energiya muammosini hal qiladimi yoki yana eski muammolar qolib ketadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkent 24 kanalida kuzatib boring.